Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, YouTube kanalimiz obunachilari. Bu sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan 2 qavatli umumiy maydoni 600 metr kvadrat hovli joyini e'tiborlaringizga taqdim etamiz. Bizlarni bu turgan ko'chamizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, mana shu to'g'ri chiqsak, Charas Optum eski Nergis kafe şöyle chiqiladi. 5-avtobusni Shavat ko'pir şuradan chiqiladi. Yana ketadigan bo'lsak, Vodnik azizlar 4-avtobusa chiqiladi. O'rtalikda şurada azizlar toza salingan hovli joy. Shuni azizlar birgalikda ko'rib chiqamiz. Joyimizni eni 14 metr ekan. Umumiy maydoni 600 metr kvadrat. Toza salingan joyimizni maydoni 200 kvadrat ekan. Charas Optumdan o'tib, ichana girib keladigan bo'lsangizlar, shunday joy. Shu darvozalardan girib toza salingan joyini sizlarga bugun ko'rsatib o'taman. Chap tomon qismini oxirida ko'rib chiqamiz. Darvozalardan ichana giramiz. İçana girib salingan elde shunday katta maydonlik bo'ladi. 2 qavatli, balkonli, chiroyli qilib, mustahkam qilib qurilgan joy. Hozir o'zlaringiz ko'rib, guvohi bo'lasizlar. Chap tomonida eski joyimizni dolan qismi va sanuzel qismlari buzilmagan. Mana oxirida ko'rib chiqamiz. Joyimiz juda ham mustahkam etib qurilgan. Yan tarafından yine arka tomona o'tsa bo'ladi. 4 metr yer qolgan ekan, uni ham hali ko'rib o'tamiz. 2 qavatli joy izli. Joyimiz suvoq holatida turibdi. Shu yerga kelib to'xtagan. Yine bu devorni yine olib tashlasa bo'ladi ekan. Sho'rlancha. Joy olib tashlasa bir yanada kengayadi. Endi sizlar joyni ichki qismini o'tamiz. Eshiklardan girib proyektini sizlarga ko'rsatib o'taman. Şuradan girib boramiz. Bu joy o'zim yashayman deb men her bir nuqtasi, her bir detali planlashtirib qurilgan. Ma'lum sabablarga ko'ra sotilayotir, sotib qo'yilayotir. Mana bu yerimiz prixorjiy zonasi. Kirish qismi. Bo'lish uskunalar uchun chap tomonda bo'ladi. O'ng tomonida shunday shkafchali, prixorjkalar bo'ladi. Doğruda dalana girib boriladi. Dalanımızın eni 4, uzunluğuna 10 metre azizlar. 4'e 10 metrelik dalan. Balandligi 3.40. Birinchi qavatı почти 100% demas ekan, почти pishgan karishdan qurilgan ekan. Birinchi qavatı ko'rib turganingizdek, shuni beton plitalar bilan bostirilgan. Dalanimiz chap qismida zal bo'ladi, mehmonxona zal. Zalımızın eni 4'ten sel ziyad, uzunluğuna 7 metr. Aynalarına hovli tomona qarab tushadi. Shunday zal bo'ladi. Lütfen tushirib beramiz. 4'e 7 metrelik zal, 4'e 10 metrelik dalan. Dalanımızın töründen şu chap tomonundan ikinci qavata chiqish uchun zinalar tashalgan. Zinamizni teyi, отопление zonasi, kotyol başta şunu ko'rsatib o'taman.
Bu territoriyada suvdan, svetdan, gazdan muammo yo'q azizlar. Görüp turanlarınızın katyoğlu yangi işlep tuttu. Uyni sıkkına kılıp kızdırıp tuttu. Yani indi alğan adam özü düzüp, beklep, taxlap, çıraylı kılıp, özüne mahsətib zötə verədi. Dalanımızın töründə yine bir yerde balacanlar xanası boladı, spalnya xanası. Detskaya komnata. Oynamız arka tamam bağa qarab düşədi. Bağ tamanımız aytıb ötkənimizdən 4 metr qaşalğan. Kladovka, kichkina bir bağça aytib qo'ysanızlar bo'ladi. Yine birində sanuzel tushgan. Sanuzel pəsi toplu pol atilgan, ham uyimizning girish qismi, prixorjisi toplu pol atilgan ekan. Yana bir plus tomoni bu hovli joyimizni shu suv ketadigan kanalizatsiyasi sentralniya ulangan ekan. Sanuzel ikinci qavatdan отдельный o'ziniki bo'ladi. Hozir uni ham ko'rib o'tasizlar. Yine birimizde yine kuxnya kısmı joylashgan. Oshxonasi keng mo'l, ajoyib. Yana bir narsani tushuntirib o'tamiz. Kuxnyamizni shu pasında salkam 2 metr balandlikda shuning podvalına ega. Yine fundamentlarını görüp turibsizlar. 1 metr fundament, undan tashqari 9 qator kar tushirilgan ekan sokolni. Ular moshniya tip qurilgan joy bazida. Kelib o'zlaringiz ko'rgan vaqtlaringiz barchasi hammasi tushuntiriladi, ko'rsatiladi. Bir kuxnya qismi. Kuxnyamiz berində arka tomon chiqadigan eshik bo'ladi, yine 4 metr joy qolgan. Bir de mesela bir kladovka qurib bersangizlar buni yıkıp. Xullas bu narsalarni algan adam o'zi fantaziyasına bağlı o'zi düzəveradi. Kuxnyadan ham girib chiqish eshigi bo'ladi. Yonbosh qismidan ham girib chiqsa bo'ladi. Podvalni gördüğünüzler, detskaya komnatani gördüğünüzler, birini sanuzelni gördüğünüzler. Endi bir de birinci qavatında zal, dalan, bir spalnya detski, sanuzel, kuxnya, ondan tashqari rodительская spalnya var bir de. Bunu gösterib o'tamiz. Aynası yan baştan bana tushgan. Yine shuningdek yotoqxona azizlar. Birinchi qavatini proyektini ko'rib oldingizlar. Ikkinchi qavatini ham proyekt почти shunday. Hozir o'rnam birgalikda ko'rib o'tamiz. Shu zinalardan ikkinchi qavatga chiqamiz. Zinalar ham quyma beton, mustahkam. İkinci qavatdan ham chiqib oldik. Yine birlarini sizlarga yaxshilab tushuntirib o'tamiz. Yine bir katta shunday foya bo'ladi. Ko'ring. Ajoyib bo'lib tushadi. Yine perivon qistirib bersangizlar agrada etib. Yine bu xonamiz katta bir spalnya tushadi. Zal bilan bir xil, pastdagi zal bilan 4-20 ga 7 metrlik katta bir spalnya xona tushadi. Endi hozir benim eshiklik ekan, ko'p narsalarni taxlab qo'yib ekanlar. Kelgan vaqtda ko'rsangizlar bo'ladi. Yine üstü ağaç bilan bastırılgan ikinci qavat. Birinci qavatı 100% beton plita. Bunda yine dalanın üstü birimiz. Biri dalanın üstü. Da yine balkon. Balkondan qarab vaqtliqlari qarab o'tirsa bo'ladi. Şimdi balkon, şimdi naves. Balkondan görüp aldık. Neyse, görüp durarlarınızda joyimiz judayam bir
Müstəhkəm, geyin yatıb qurulğan, dar dığırıq əməz özlərinizə yoxu bulub durubsular. İkinci qavatımızda özünü alohida sanuzyolu boladı. Yine doğrumuzda bir hem toplu pol etilgen eken. Birinci etajdaning to'shnilar yana bir детская komnata, bolajonlar xonasi. Yan tarafimiz kuxnyamiz üstü, bir yana bir kabinet yoki bir spalnya deb qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, bu narsa olgan odamning o'zini fantaziyasına bog'liq düzaveradi. İkinci qavatda ham 1, 2, 3, 4 katta xona. Bundan tashqari shu foyasi bor azizlar. Azizlar, endi sizlarga shu uyni chap tomonidan yana o'tib ko'rsatamiz. Doğru o'tadigan bo'lsak, uyning orqa qismida 4 metr joy qolgan. Bundan tashqari yana girish qismida bir katta dalon bilan sanuzyol yig'ilmay qolgan ekan. Bu yerda sanuzyol bilan zilon dizayni uchun ajratilgan. To'g'ri bilan chotki qo'yilgan bu yer. Endi shu boshda ko'rsataman deb o'tgan yerimizni sizlarga bir qator shu ko'rsatib o'tamiz. Keyin video rolikimizni yakunlaymiz. Darvozalarga yana kiradigan bo'lsak, katta dalon. Bir qo'shimcha mehmonxona yoki bir yana bir bemalol bir xo'jalik yashaydigan bir 2-3 xonali qurilish etsangiz bo'ladi, ya shuni o'zini ham restavratsiya qilib o'tsangiz bo'ladi ekan. Xullas, shunday joy azizlar. Aziz yurtdoshlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan 2 qavatli yangi qurilgan hovli joyimiz shu edi. Kimda kim shu hovli joyimizga qiziqish bildirgan bo'lsa, bemalol video rolikimiz pastida telefon raqamlar yozib qoldiriladi. Aloqaga chiqib, savdolashib, joyini ko'rib, sotib olishlaringiz mumkin. Video roliklarimizga bunday like'larni bosamiz va albatta chiroyli kommentarlarni yozib qoldiramiz azizlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling.